Har xil testlar bor. Google'ga o'tirib yozsangiz ham yoki YouTubedan boshqa psixologlarni ko'rsangiz ham juda ko'p kerakli, juda ko'p qisqa va tez bajarilsa bo'ladigan testlar berilgan. O'sha testlarni maktabga chiqadigan bolalaringlar bilan ham o'tkazib ko'rishinglar, menimcha juda ham yaxshi natijalarga olib keladi. Bu oddiy o'sha zinadan nechinchisisan yoki bu yerda qaysisan, uyingni chiz, daraxt chizib ber, o'zingni chiz, qog'oz berasiz, oila a'zolaringni chizgin deysiz. U chizishiga qarab, uni rashifrovkalari ham даже internetdan olsangiz bo'ladi. Shular bo'yicha ham tekshirib ko'rsangiz, qaysi qalam rangini ishlatyapti, o'zini qog'ozda tepa pastga qatga chizyapti, kimni yoniga yaqin chizyapti, oilada kimni o'ziga uzoqroq chizyapti, kimnidir вообще chizmayotgan bo'lishi mumkin, kimnidir juda katta vest listga chizishi mumkin. Shular bo'yicha uyda o'tirgan holda ota-onalarimiz farzandlarini o'zligi ham tekshirishligi kerak. To'g'ri tushunaman, kelinlarimiz, yosh onalarimiz, ishlaydigan ayollarimiz vaqtimiz yo'q deymiz, lekin bu narsa keyinchalik o'zimiz uchun minusga ishlaydi. Hozirgi kunda, hozirgi shu juda jadal ketayotgan davrda bolalarimizni o'zimiz xohlagan tarbiyada, o'zimiz xohlagan mentalitetda, o'zimiz xohlagan tutadigan yo'lini topishda biz hozirgi kunda yordam berishimiz kerak.